Bismillah deb Angus sigirimiz tug'ibdi mana. Buzoqcha jonivor. Urg'ochi ekan. O'zi tug'adi deb o'ylardik bu sigirimiz, lekin yana bir oy bor deb o'ylardik. Yana bir oy bor deb o'ylardik. Agar yaqin tug'ishini bilganimizda raddumga olib borgan bo'lardik buni. Lekin yaxshi ketdik, mana sog'lom. Ko'pchilik Anguslar sovuqqa chidab boshqa dedi. To'g'ri, sovuq Angus turibdi degan ularga ham juda komfort degani emas, bular ham issiqjon. Lekin mana shunaqa aynan sovuqda mana shu buzoq tunda tug'ilibdi. Bular sovuq xuddi shunaqa buzoq sovuqdan qo'rqmaydi, lekin yomg'ir bo'lib turib, izg'irin bo'lsa, buzoq o'ladi qo'yadi. Shuning uchun bular panaga olinadi. Lekin imminni sovuqdan bular qo'rqavermaydi mana. Tetik va bir nimjon emas. Aktivniy. Sovuq bularga opasli emas, lekin shu yomg'irga og'ib turib, izg'irin bo'lsa, o'ladi qo'yadi. Tezda ichib o'tadi, mazasi qochadi. Hozir endi jonivorni panaga olamiz. Hamma nasib qilgan, niyat qilganlarga nasib qilsin shunaqa. Buzoqlar, fermalar. Jonivor. Do'stimiz.